deksiz 1 yoki deksiz 2 dopuski yo'q degan moyni quymasam mashinam rostdan biziladimi? Masalan 530 yozuvi bor. Moy original, mana o'zim jo'natdingiz, tekshirdingiz masalan. Lekin deksiz 1, deksiz 2 yozuvi yo'q. Bu nima desa, bu mahsulotlarning ustiga halol deb yozgan bo'ladi. Yo'q, halol sertifikati bo'ladi. Tipi o'shanga o'xshagan narsa deb o'ylayman. Buni endi men sertifikat deb yormaydi, bu dopusk. Dopuski bilasizlar, tarjimasi o'sha ruxsatnoma deganga o'xshagan narsa. Bu palon pur turadi. Mana shu deksizni 2 ni o'zining talablari bor. O'sha talablarga mos kelgandan keyin moy mana shu dopusk beriladi. Imminda ham Castrol H titan prisyatkasi bor. Asosan ana sizni palonchikalarning mashinasi bor, qimmatbaho mashinalarchi, yevropeyskiy, amerikanskiy bo'ladimi, koreyskiy bo'ladimi? Shunaqa qimmat mashinalarga mo'ljallangan. General Motors mashinalariga bo'lsa qaramasdan ham quysangiz bo'ladi. Agar endi cho'nchak ko'tarsa deyman-da. Bitta narsa sizdan chiqmasin, Castrol oyda yuradigan, Marsda yuradigan, marsaxod, lunaxodlar ham hammasi Castrol moyida harakatlanadi. Motori bo'ladi-yu ularni ham. Tasavvur qilyapsizmi? NASAga moy sotadi. Sizning mashinangiz nima bo'pti?